Eng yangi Türk komediya filmi Eşek O'g'risi. O Sara! To'xta! Bosh personaj Akram, xotin o'g'risi. Yondoshma bosh personaj Eşek O'g'risi Turg'un. Yondoshma bosh personaj Kala o'g'risi Qurbon. Patxan yuqorqi Bak! Manga yolg'on gap qilgandek bo'lding lan. Akramning dadisi Qosim Maroqchi. Bahali güzeli Ra'no Gul. Menim og'ish ketdi. Ra'noning ochisi Dana Sarang. To'xta o'zini. Shuhrat Dalti. Diqqat qilsanglar, bizning kentimizda eshak o'g'risi paydo bo'lib qopti. Mahmud Sekretar. Sadir Sapra. Qanda kalolta, munda yo'g'on mingiz va olib qala. Qadi Qaram. Starana men seni ko'yingda yurayotqili ne zaman deyman. Bu plan gelmişti. To'xta ne? Hiç çıkardım ha. Seni sen. Beni kıyışak. Nimami baraychu? Vay to'xta. Vay tasqin uyum bo'layotgani qo'nimdi bo'lajon. Voy, iskepto tez bana tez bo'l. Ay, to'xta. To'xta, ish qiladi. Ish qilyapti nima haras? Bu tez qo'yadi nima? Tez qacha tez bo'l. Ay. Ra'noni olaman demasam seni o'g'irlayman. Mana. Xotningni istayman. Bu filmning tajdorligini Şinjan Aşkım Sodikiroy alayda qo'llagan bo'lib, keng to'rdoshlar bilan Patiqinda yuz ko'rishadi.